Mana bunisi urug'chisi. Mana bular changchisi. Bular ham yetilay deb qoldi. Mana bu mevasi. Bu qovurilmagan. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bugun 3-aprel 2025-yil. Handom pistalarimizda urug'chilari, ya'ni meva beradigan tuplarimiz gulladi. Juda ham bu tupimiz serhosil, ko'rishlaring mumkin. Har bir shoxida 10 ta 20 tagacha mevalari bor. Ko'rishlaring mumkin, har bir shunaqa bandida 30 tagacha kamida, balki 50 tadir. Bu changlanishiga qarab hosil beraveradi. Har bir tupida kamida 200 ta 500 tagacha. Bunisi juda ham serhosil tupimiz. Uchlarigacha meva bergan. Har bir shoxida mevalari bor. Davomiy kuzatib borsalaring, birinma-ketin qo'yib boraman. Bu yoqda ham bir nechta tuplarimiz bor, serhosil. Bu qizil bo'lib turgani u erkagi. Hozir yaqinroqdan ko'rsataman uni ham. Mevalarini sal turib video oxirrog'ida ko'rsataman. Mana yana bitta serhosil tupimiz. Bu ekilganidan beri, o'tkazilganidan beri biror marta shakl berilmadi. Shunga qaramay juda ham serhosil. Har bir shoxlarining uchida juda ham ko'p meva bergan. Mana yonidagisi 2017-yil buni o'tkazgan bo'lsak, salkam 8 yil. Bundan ham oshiqroq vaqt bo'ldi. Juda ham hosili ko'p. Bundan 2 yil oldin hosil berishni boshlagan. Rostmana hosilni o'tgan yili berdi. Mana bunisi urug'chisi. Yaqindan ko'rsataman. Pistalarda shakli bilinib qoldi. Agar yaxshi changlansa, ularimiz meva beradi, xudo xolasa. Mana bular changchisi. Bular ham yetilay deb qoldi. Mana bu yerda yetilgani bor. Changlatishga tayyor bo'lib turibdi. Mana qo'llarimga sariq changi tushdi, tuzi. Shamol orqali changi tarqaladi va urug'chilarni changlatadi. Agar yaxshi changlansa, xudo xohlasa, mevalari ham ko'p bo'ladi pistalarimizda. Bizni qo'llab-quvvatlashda to'xtamang. Obuna bo'ling, like bosing, izohlar yozing. Videoni do'stlaringizga tarqatib qo'ying. Bog'dorchilikka qiziqadigan hammaga. Mana bu mevasi. Bu qovurilmagan o'tgan yilgi mevalardan. Uncha katta emas. Lekin har qalay o'tamaydi ham emas. Xullas o'tgan yilgi 2024-yilda hosilidan. Bu qovurilmagan, ekishga tayyor. Ekaman deb qo'ygan edim buni. Buni undirib, keyin kichkina stakanchalarga solish kerak edi. Qilmadim. Aprel oyida qilsa bo'ladi deyishdi. Xudo xohlasa undiramiz buni ham.